Bolalarni qo'llab-quvvatlash jamoat fondi tomonidan Xorazm viloyatida Turkiyaning tajribali shifokorlari ishtirokida murakkab amaliyotlar tashkil etildi. Hozirgi lavhamiz ayni shu mavzuda. Bundan bir oy oldin turkiyalik mutaxassislar tomonidan bu yerda 300 nafarga yaqin bolajonlarda tibbiy tekshiruvlar amalga oshirilgan edi. Bugun esa shu bir necha kunlar mobaynida malakali mutaxassislar va shu yerdagi malakali tibbiy shifokorlar hamkorligida 50 nafar bemorlarda murakkab jarrohlik amaliyotlari o'tkaziladi. Mazkur aksiya doirasida Turkiyadan tashrif buyurgan yuqori malakali 2 nafar mutaxassis plastik jarroh va umumiy jarroh ishtirokida murakkab amaliyotlar o'tkazilmoqda. Bolajonlarda amaliyot o'tkazyapmiz. Ayni paytda lab sohasida plastik jarrohlik, buni bu yerdagi malakali shifokorlar bilan birga amalga oshirdik. Ilk murakkab jarrohlik amaliyotlarimiz muvaffaqiyatli bajarildi va xayrli tashabbuslar davom ettirilib, boshqa bolajonlarga ham quvonch bag'ishlashda davom etamiz. Qattiq xursandmiz. Birinchidan prezidentimizga rahmat. Shunday sharoitda yaratib, Orolbo'yi bolalarga shunday g'amxo'rlikda ishlab turibdi, besplatno ishlab operatsiyalarda bir so'm pul chiqayotgan yo'q, darisi deb, darmog'i deb, operatsiyasi deb hammasi tekinga ishlandi. Bir yildan beri davolanamiz. Boshim yerga tegguncha minnatdorman. Prezidentimizga rahmat. Shunday sharoitlar yaratib berib qo'yibdi bolalarga, kattalarga. Mazkur tashabbus orqali nafaqat malakali tibbiy yordam ko'rsatilmoqda, balki oilalarning yillar davomidagi muammolariga amaliy yechim taqdim etilmoqda. Bu yuqori jarrohlik amaliyotlari bizni markazda ishlayotgan shifokorlarimizga o'z navbatda mahorat darslarini o'tayapti. Bundan tashqari Turkiyadan kelgan mutaxassislar bilan aloqalarni yaxshilab, kelgusida mutaxassislarimizni malaka oshirishlarini, yuqori jarrohlik amaliyotlarini markazimizda qo'llash jarayonlarini birgalikda olib borishni yo'lga qo'yamiz. Turkiyalik shifokorlarning O'zbekistonga tashrifi fond tomonidan 8-bor tashkil etilmoqda. Bungacha bunday xayriya tibbiy aksiyalar Toshkent, Samarqand, Buxoro, Sirdaryo, Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Farg'ona viloyatlarida muvaffaqiyatli o'tkazilib, yuzlab bolalarning sog'lig'i tiklanishiga xizmat qilgan. Bu esa o'z navbatida yurtimizdagi har bir bola mehr va e'tiborda ekanligini ko'rsatadi.